Sharof Rashidov tuman 2-son texnikumida kasb va mehnat oyligi doirasida ochiq eshiklar kuni hamda kasblar festivali tashkil etildi. Tadbirda umumta'lim maktablarining 9-11 sinf o'quvchilari, ota-onalar hamda viloyatdagi yirik avtomobil sanoati korxonalari vakillari ishtirok etdi. Tadbir doirasida viloyatdagi yirik avtomobil zavodlari hamda korxona vakillari, texnikum jamoasi ishtirok etib, bugungi kunda mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblar, ishlab chiqarishdagi zamonaviy texnologiyalar hamda yosh mutaxassislar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar haqida so'z yuritdi. Texnikumda bugungi kunda 17 ta yo'nalish bo'yicha 685 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish, ularning zamonaviy mutaxassislikka bo'lgan qiziqishini oshirish hamda amaliy bilimlarini mustahkamlashdan iborat bo'ldi. Tadbir davomida ishtirokchilarga texnikum faoliyati, mavjud yo'nalishlar hamda yaratilgan zamonaviy shart-sharoitlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Bizning maqsadimiz yoshlarni kasbga qamrab olish maqsadida hududimizdagi maktab bitiruvchilarini, ya'ni 9-sinf bitiruvchilari hamda 11-sinf bitiruvchi o'quvchilarini jalb qilganmiz. Hozirgi kunda ushbu o'quvchilardan minglab o'quvchilar texnikumimiz bilan tanishish maqsadida tashrif buyurmoqda. Texnikum o'quvchilari endi kasb o'rganaman degan yoshlarga, ya'ni dual ta'lim tizimida o'qiydigan bo'lsa, ularga stipendiya joriy qilishni belgilab berdi. Bu yoshlarimizga juda katta motivatsiya bo'ldi va hozirgi kunda dual ta'lim asosida atrofimizdagi yirik korxonalarda shartnomalarga asosan o'qib kelmoqda. Endi ularga ham stipendiya joriy qilinishi o'quvchilarimiz uchun katta imkoniyat bo'lib xizmat qiladi deb o'ylayman. Ishtirokchilar o'quv ustaxonalari, amaliyot xonalari va laboratoriyalar bilan yaqindan tanishdi. Shuningdek, o'quvchilar tomonidan tayyorlangan amaliy ishlanmalar, texnik loyihalar va kasbiy mahorat namunalari namoyish etildi. Ochiq muloqotlar davomida yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislar va pedagoglardan javob oldi. Sharof Rashidov tumani 2-sonli texnikum talabasiman va 2+2 dasturida o'qiyman. Bu dasturimiz o'zi nima? Biz 2+2 dasturida 2 yil Jizzaxda texnikumda o'qiymiz va 2 yildan keyin 3-kursdan Toshkent davlat transport universitetida to'g'ridan-to'g'ri xohlarsiz qabul qilinamiz va o'sha yerda o'qishimizni davom ettiramiz. Texnikumda ham amaliy ham nazariy bilimlarni egallaymiz. Bu bizga Toshkentda o'qiyotganimizda ancha qo'l keladi. Haydovchilik guvohnomasiga yo'llanma beriladi. Yengil avtomobil ham, yuk avtomobili ham mavjud foydalanishimiz uchun. Texnikumimizga bitiruvchi sinflarni, maktab o'quvchilarini taklif qilib qolaman. Ularga juda ham ko'p imkoniyatlar yaratilgan texnikumimizda. Tezroq amaliy narsani ko'proq o'rganishadi. Kasblar festivali va ochiq eshiklar kuni yoshlarning kasb tanlashiga ko'maklashish, ularni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash hamda zamonaviy kasblarga bo'lgan qiziqishni yanada oshirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Bu kabi tadbirlar yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish, ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.